ey o'lik el, tirik elni aytyapti, o'lik el deydi. Ey o'lik el, mahshari kubro qurildi turmading. Suri İsrafil chalindi, selkinib dam urmading. Qayta qayta bosh uchingda qummi biznillah o'qib, durta sindi İsa'ning asosi turmading. Kirmayin yotding tanozu'il baqo maydoniga, ko'z ochib valbas ba'dal mavt misolin ko'rmading. Arsh-u kursi lavh-i qalam sayriga chiqdi odami, sen yuzingning xokidondin ko'ksari o'gurmading. Hammasi o'zining millatiga, qavmiga aytyapti. Boshqalar qerlariga yetishdi, ammo sen boshingni ko'tarmayapsan. Holu moziydan xabar yo'q. Ya'ni biz ko'plarimiz tariximizga quvonamiz, iftixor etamiz. Bu alohida masala. Ammo tarix bugun kelib deydi, bizni sen buncha imperatorlikka ega edingki, mana bu kursida o'ltir demaydi. Tarix bizga saboq berishi mumkin. Biz o'zimiz harakat qilishimiz kerak. Holi moziydan xabar yo'q, ketgusi ketding magar. Holi moziydan xabar yo'q, ketgusi ketding magar. Borsa kelmasqa yo'l ochding, ot boshingni burmading. Xilqatu tarix yaqosin tutdi istig'for ila. Mardu nomard kuldi bu ahvolga, sen qayg'urmading. Voy millat, voy qavmim, voy millat, voy. Ya bu uchqun ne uchun motam ko'tardi so'rmadim. Bu shoirimiz Ergash Uchqun, hammamizga tanish. Yotgan joylari jannatdan bo'lsin. Har doim u kishi aytar ediki, birodarlar, birovni chirog'ini o'chirmang, o'zingiz qorong'uda qolasiz. Birov sizni oldingizda chiroq ko'tarib ketayotgan bo'lsa, bu chiroq kimga oid demang, chiroqning nuridan foydalaning deydi. Darvoqe biz bugun ana o'shanday shaxsiyatlarga muhtojmiz. Ammo bizni yoshlarimiz orasida minglab shunday insonlar borki, bu kamchiliklarni, bu xoligolarni inshaalloh to'ldiradilar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Agar savollaringiz bo'lsa, marhamat.